va hozirgi hayot juda zo'r. Bizda ajoyib natijalarimiz, bemorimiz Sirdaryo viloyatidan bizga murojaat qilganlar. Bularni ukalarini ham operatsiya qilgan edik yaqinda, mana o'zlarini ham operatsiya qildik. Bemorimiz yoshida travma olib, nafas olish qiyinligi bilan qiynalib yurganlar, juda ham uzoq muddat spreylardan ham foydalanganlar. Bemorimizda biroz murakkabroq bo'ldi operatsiyalar, lekin alhamdulillah natijalar juda ham a'lo darajada. Ukamni olib kelgan edik. U ham qiynalganidan ancha avval qulog'idan ham operatsiya bo'ldi. Zo'r. Keyin aka boring. Uydagilar bilan keldik. Juda yomon edi avval. Bitta burundan nafas olardim, bunisidan ola olmasdim sprey bilan. Va hozirgi hayot juda zo'r. Oh my god! Wow! Kutganingizdek bo'ldimi? Zo'r, undan ham osonroq bo'ldi. Operatsiyada qiyinchilik bo'lmadimi? Umuman bo'lmadi. Okay. Sizda mana necha yillar qiynalib yuruvdingiz, qo'rqib operatsiya qildirmasdan. Ha. Mana shunaqa narsani nima tavsiya qilasiz? Operatsiya qildirish kerak ekanmi yoki qo'rqib yurish kerak ekanmi? Kelsin, qildirsin, zo'r ekan, qiyin bo'lmaydigan. Xudo xohlasa bundan keyin yana ham sekin-sekin ochilib, bundan ham zo'r bo'laveradi. Biz aytgan narsani qilib, o'z ehtiyot qilib tursangiz, salomat bo'ling.